alaykum. Hayrullo Fishing YouTube kanal obunachilari, baliq ovushqibozlari. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Xudo xolasa bugun yangi joy, yangi go'zal joylarda, yovvoyi tabiat qo'ynida baliq ovlaymiz. Xudo xolasa Alloh nimani bersa shuni olamiz. Do'stlar, hozir bir yaxshi joy kelganman. Mana bu tomondan ham suv kelgan. Bu tomondan ham suv kelgan. Bu tomonga qarab ketgan joydaman. Joy chotki, yaxshi, xudo xolasa balig'i bo'lsa bo'ldi. Bayga kelganman, bir qorong'i tushib qolib, sherigimni uydan telefon olib qolib ketib qolganmiz. Bu videomni ko'rgan bo'lsalaring, o'sha joyga o'zim keldim. Xudo xolasa bugun harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Hozir bitta do'nka baplov kelganman mana. Shu bilan o'qilamiz. Qo'raylar, chuvalchang, o'zimizni hadavoy yemlardan. Do'stlar, bo'lmasa o'zimizni ko'rib dam olasizlar. Hammaga omad. Xudo xolasa bundan keyin tez-tez baliq ovlab turamiz degan umiddaman. Do'stlar, boshladik bo'lmasa baliq ovdi. Hammaga omad. Jarayonni ko'raverasizlar. Qarmoqlarda chuqurga qancha ekan bayda? Bismillah. Chuqur shekilli baylar-a. Yaptı. Tutulursunca. Şu Ahmedigan joyga otish kerak edi. Turda. O lekin dünkani yaxshigina urdi. Dünkü qoldi yo'q. Tortib ko'raychi bir. Dünkani bir ko'rib qo'yaychi. Urib ko'rgan ekan-da. Bayda po'kayib yotqizib bo'lish kerak ekan, suv oqizib ketib qolyapti. Mashina qo'yib qo'ydim, hozir tortganda baplov sudraydi o'zi. Keldi bununga.
Baliq tortmagani ham bo'lmayapti. Baliq tortganni ham tortmagani ham bo'lmayapti. Suv oqim bo'lib qopti, suv ko'proq, keyin layqaroq. Daryoga tushsam, daryoning suvi вообще layqa, ham ko'p. Shunga shayga keldim endi. Hozir keliboq do'nkani o'tishimga taployni qo'yib tursam, do'nkani shunaqa urdi. Ilinmabdi. Qanaqa baliq ekan bilmadim endi. Tort etgan o'xshayapti. Sabitdagi yaxshi uryapti-da, beda. Do'nkan noto'g'ri joyga otib qo'ydim shekilli. Qimillamay qoldi. Haligi o'rniga otishim kerak edi, o'rniga. Mana qattiq urdi. Bunday ham chiqqanmi edi? Bir qarishmi? Shapoy chiqadi. Do'stlar, tepaga chiqib oldim. Ayni chuvalchangimga qumursqa bosib qolibdi, bilmay qolibman. Tepadan do'nkani kuzatib o'tirishga ham qulay, ham paployni kuzatib o'tirishga ham yaxshi. Paploy hozircha jimjit, do'nka hali bir tortgan bo'yicha tortmadi.
Shart emas-da endi. Kichkina bolacha o'tirgan ekan, kelib qoldi orqamdan. Yaxshi bo'lyapti bayda deydi. Eng kattasi shapaloqdek chiqyapti degandan keyin Absalom so'rib qoldi. Ko'ramiz. Endi hamma har xil. Hammaga har xil. Ko'ramiz, o'tirib ko'ramiz bugun. Agar bo'lmasa keyingi safar yana boshqa tochka bor, o'shaga borib ko'raman, xudo xolasa. Suvom do'stlar hozirimdek ko'rinayotgan bo'lsa, mana Layka. Mana bu tomon taniqroq, mana bu tomoni mana Layka mana. Mana qo'shilgan joyi. Ikkiga ajrab qo'ygan. Ko'ryapsizlarmi? Mana Layka suv. Mana bu tomonda Layka suv, hayoti bu tomonda sal bo'lsa ham taniqroq. Ko'ramiz endi, tavakkal. Chunki hozir qimmatga yo'q ikkovini ham. Harakat qilamiz. Do'stlar, hozir joyni o'zgartirdim. Masjidni yaxshi urib qoldi. Do'nkash joyida qoldi. Upload bu yoqqa tashladim hozir. Oraliq bor ekan. O'sha oraliqqa tashlab ko'ryapman. Har xil urib qoldi bayda. Hozir ko'ramiz. O ana. Yaxshi. Abitdan keyin yaxshi bo'lar ekan demaydi. Qumursqa juda ko'p ekan. Har qadamingiz qumursqa. Oyog'ini qumursqa egallab qolyapti. O'tirgan joyga. Jimjitda do'stlar. Suv ko'paygan, ham layqaroq, ham oqin ham bordi. Endi uryapti. Uploadni ham. Endi uryapti. Qumursqa bosib ketdi oyoqda. Qumursqani ini ekanlar bunda. Yaxshi.
Baliq o'ynayapti endi suvni betida. Mana shu yerda ham mayda baliq o'ynayapti. Uçuyor vereyim mi? Tamam. Uçuyordun yok mu? Kalmadı öyleysen fakat. Qiziqasan baliq o'yga o'zi? Meni ko'rsatyaptimi kamera? Ha. Qiziqasan baliq o'yga o'zi? Do'stlar, mana qo'ldan kelgan harakat qildim. O'xshamadi, bayda suv layka ham suv ko'payib qopti. Endi do'stlar, xudo xolasa boshqa joyga harakat qilaman. To'xtash yo'q, endi mana u mavsum yana boshlandi. Xudo xolasa. Bitta shogird topdim. Ismi nima edi? Sardorbek. Sardorbek. Mana shu yerda baliq o'layotgan qarmoqda hozir men bilan ko'rishib qoldik. O'zim obunachim ekan. Ko'rasan videolarimni? Yaxshimi? Yoqadimi? Nechta kulcha berdim hozir? 5 ta berding, ha? Xudo xolasa bu ukamiz futbolist bo'lmoqchi ekan. Duo qilib qo'yasizlar. Like bosib qo'yasizlar shu ukamizga. Futbolga borib turasanmi? Ha. Necha marta gol urgansan? Ko'p. Nechta? Sanab bo'lmaydi. Sanab. Odog'i yo'qmi? Necha sinf o'qiysan? 6 yoshda. 6 sinf o'qiydi ekan. Xudo xolasa futbolist bo'lish niyati bor ekan. Hozir baliq ovlab yuribgan. Sport bilan shug'ullangan. Hop, ertaman yugurgan. Do'stlar, shu ukamizga, jiyanimizga, shogird bolaga fikrlarni bildirib qo'yasizlar, duo qilib qo'yasizlar. Kelajakda buyuk futbolchi bo'lib yetishsin. Qaysi futbolchini yaxshi ko'rasan? Lamine Yamal. Lamine kim? Ispaniyani. Ispaniya. Ronaldo, Messi ularga ham qiziqasanmi? Qaysi birini muxlissan? Men Ronaldoni. Ronaldoni muxlisi ekan. O'zbekistonda qaysi futbolchi tanisan? Yaxshi gol uradi bo'ladi. O'zbekiston Eldor, Abbos, Husanov, Otabek Shukurov. Otabek Shukurov. O'tgan safar futbolni ko'rdingmi? Yaxshi o'ynadi. Do'stlar, like bosib, omad tilab qo'yasizlar jiyanimizga, ukamizga. Shaydi Messi ekan, mana shu joyda egasi ekan. Baliq o'layotgan har kuni. Yaxshi ushlaysan baliqlarni. Nechta ushlagansan? 5-6 ta ushlaganman. 5-6 ushlagansan. Katta-kattasini olganmisan? Omad do'stlar hammaga salomat bo'linglar. Keyingi baliqni ko'rishguncha omon bo'linglar. Meni Xayrullo tog'amni obunachilik alangali salom deb qo'ychi. Qo'yingiz. Xayrullo tog'amni, Xayrullo Fishing YouTube kanal obunachilariga alangali salom. Hammaga alangali salom deb qo'ychi. Hammaga alangali salom. Like bosib qo'yinglar deb qo'ychi. Like bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar do'stlar. O'zimda. Do'stlar, mana qo'ldan kelgan harakat qildim. O'xshamadi, bayda suv
layka ham suv ko'payib qolibdi. Endi do'stlar, xudo xolasa boshqa joyga harakat qilaman. To'xtash yo'q, endi mana u mavsum yana boshlandi. Xudo xolasa kuzatib borasiz do'stlar. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan men Xayrullo Qo'shin bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.